Faydasını bilip hareket ettim de yana imkanım barınca. Emirbek Sanitrade obunaçlar ve hurmatly yurttaşlar, yine bugün Karakalpakistan Respublikası Beruniy tumanidamiz. Beruniy tumanida Mahmud akamize oktyabr ayında 50 kW quyosh paneli qo'yib bergan edik. Yana davomki 10 kW uylarına qo'yib berdik. Yana 5 kW dükanına qo'yib berdik. Qaytadan yana qo'shimcha qo'yish esa sabab nima? Effekti bormi aka? Şu oktyabr ayında 50 kW koydum. Buna koymasdan aldın. Biraz yerlerde soraştırdım. Xorazmning hemmerini sorap çıktım izava başti. Taşkent yaklardan soraştırdım. Eng ma'qul servis xizmat ko'rsatuv yag'indan odamgarchilik, muomala yag'indan hammasi ko'ngilga uradi. Asnoviy narxi boshqa yerlarga qaraganda arzon, ko'p arzon. Rahmat hammasine. Şu dum bir odamgarchilikda yaxshi yigitlar ekan. Shundan keyin buning foydasini sezib, foydasini bilib hareket etdim de yana imkonim barıncha bu yoqqa qo'shimcha yana 10 kW qo'ydik. Magazinga yana 5 kW qo'ydik. İş sifatini-chi? İş sifati zo'r. O'zimizning rayonda boshqa firmalardan qo'yib ketgan 50 kW'liklari bilan men solishtirmadimda o'zlari kelib mendan so'rab, qani seniki kunda qancha berib turibdi, oyna qancha beradi deb mendan so'rab keldilar. Boshqa 50 kW'lardan kamida 5% bo'lmasa 10% yuqori berib turibdi to'qda. Xizmatlari yaxshi, sifati ham yaxshi. Başkalarına ham tavsiya etasizmi? Boshqalarga ham tavsiya etaman. Kime shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Emirbek Sanitrade'ga bemalol murojaat etaverasizlar.